Assalomu alaykum. Ismim Farhod. Buyuk Britaniya fintech kompaniyasida mahsulot menejeri bo'lib ishlayman. O'tgan darsda sizlar bilan NATN nimaligini o'rganib chiqdik, qayerlarga foyda beradi, nima ishlarga yordamlashadi, qaysi ishlarni avtomatizatsiyalashtirish mumkinligini ko'rdik. Agar ko'rmay qolgan bo'lsangiz, shu yerda qayerdadir videoga havola chiqadi, bosib NATN nimaligini o'rganing. Bugungi videoda NATN ni 3 ta arzon kerak bo'lsa bepul ishlatish yo'llarini ko'rsataman. Bilasizki, NATN ni 1 oylik to'lovi bu 24 AQSh dollarini to'lashingiz kerak o'zlarini serverida ishlatishingiz uchun. Lekin NATN shunday imkoniyat berganki, siz NATN ni yuklab olib, o'zingizni serveringizga o'rnatsangiz bo'ladi, xohlasangiz o'zingizda kompyuteringizga o'rnatsangiz bo'ladi. Undan tashqari qaysidir bepul joylarga o'rnatib, bugun hammasini ko'rsataman. Endi savol tug'iladi. Nega NATN ni narxi 24 dollar oyiga, lekin qachonki server sotib olib, uni oyiga 4-5 dollar pul to'lab, siz oyiga 20 dollar pul tejashingiz mumkin. Nima farqi bor? Asosiy farqi shundaki, NATN ni serverida joylashgan NATN uni versiyasi avtomatik yangilab turadi. Undan tashqari NATN to'liq ishlashiga NATN kompaniyasining o'zi sizga mas'ul bo'ladi. Har doim NATN'ingiz ishlagan, hech qachon serveringiz o'chib qolmagan, uni hech qachon qarab turishingiz kerak emas, biron joy to'lib qoldi va hokazo joylar muammolarini NATN bo'yniga olgan. Shu bilan asosiy farqi. Qolgan joyida o'zingiz serveringiz qo'yganingiz bilan xuddi bir xil ishlaydi, chegarasiz. Bugun rejamiz nimadan iborat? Bugun server olamiz, sotib olamiz, taxminan 4-5 dollar turadigan server sotib olamiz, o'sha yerga o'rnatamiz. Ikkinchi yo'limiz bu o'zimizning local, o'zimizning kompyuterimizga NATN ni o'rnatamiz va umuman bepul bo'ladi. Internet bo'lsa bo'ldi. Va uchinchi yo'li render.com ni o'tgan darslarimda aytib o'tirgandim. O'sha yerga NATN ni o'rnatamiz va qanday qilib render.com o'sha NATN ni to'g'ri ishlash keraligini bitta life hack bor bu yerda. Sababi render.com ni o'rnatsangiz o'chib qolaveradi, ishlamay qoladi NATN. Buni ham yechimi bor. Mana shularni birma-bir o'rganib chiqamiz. Birinchi ko'radigan yo'limiz bu serverga o'rnatamiz. Bu nima degani? Internetdan kompyuterda joy sotib olamiz. O'sha yerga o'zimiz NATN'imizni o'rnatamiz. Har xil servis sotadigan joylar bor. Masalan, VPS deb aytiladi. Bular 4 dollar, 5 dollar, 6 dollar, 10 dollar, ya'ni kompyuterning kuchliligiga qarab. Agar siz NATN'ingizni juda ko'p proseslar, juda ko'p loyihalar qilgan bo'lsangiz, albatta 3-4 dollarlik server kuchi sizga yetmasligi mumkin. Balki siz 10 dollar, 15, balki 20 dollarligini sotib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, o'sha qanchalik diagrammangiz flow NATN qiyinchiligiga qarab server sotib olasiz. Keling o'zimiz serverimizga o'rnatish uchun umuman serverda qayerda sotib olsak bo'ladi, qaysi joyda bizga qulayroq bo'ladi, shu joyni o'rganib chiqaylik. Misol uchun Contabo degan bor, ko'pchilik ishlatadi, narxlari qulay, arzon. Misol uchun ko'rib turibsiz narxlarini oyiga taxminan 4 yevrodan 5 yevrogacha arzon serverni yuklab olsa bo'ladi. Lekin buni kamchiligi shundan iboratki, serverni sizga beradi, NATN ni o'zingiz ichida o'rnatib olishingiz kerak. Keling, mana hozir narxini ko'ramiz, qanchaga tushadi. Misol uchun mana shu eng arzon tarifini sotib olish bizga. Demak, configure bosamiz. Eng arzonni berdingiz bizga. 1 oylik to'lovi va natija bizga hech narsa kerak emas. Eng arzon mana ko'rib turibmiz. 495 dollarga tushyapti. 1 oyiga 495 dollar NATN ni alohida o'rnatishimiz kerak bo'ladi o'zimiz. Endi misol uchun yana oqtarishingiz kerak internetda, misol hostingga bor, juda ham mashhur bular ham hosting, server, hokazo xizmatlarni xizmat ko'rsatadi va bunda e'tibor qiling. Kirsangiz, mana bu yerga self hosted NATN bor. Keling shuni bosamiz. E'tibor qiling. Bu yerda 5 dollarlik oyiga tarifi bor. Choose plan qilaylik. Tekshirib ko'raylik, haqiqatan ham 1 oyiga 5 dollarmi yo'qmi? Sababi bir xil vaqtda 24 oyiga sotib olsangizgina 5 dollar deydi. Keling 1 oyga deymiz. Bizga hech narsa kerak emas. 1 oyga 5 dollar. Bu yerda demak bizga Contabo aytdiki 495. Deyarli narxi bir xil 4 sentga farq qiladi. Lekin hostingerda qulaylik tarafi shundaki, mana bu yer pastroqqa tushsak, NATN ni bizga o'rnatib tayyor beradi. Asosiy qulayligi shunda. Ya'ni NATN ni siz o'zingiz o'rnatib o'tishingiz shart emas. Balki keyingi darslarda yana bir boshqa joyda umuman o'zingiz server sotib olib, NATN ni o'rnatish imkonini bermagan serverlarda ham bu narsa variantini ham ko'ramiz. Hozir imkoniyatdan foydalanib, vaqt tejagan holda NATN da shu yerda o'zi sotib olib ishlatamiz.
Demak, tanladik. Bizga ma'lumotlar qayerda turgani muhim emas. Tayyor NFT o'rnatib bersin bizga va shuni o'zi yetadi. Kelib sotib olamiz shu narsani. To'lovlar hammasini ma'lumotlar kiritdim. Pul yechib oldi, qarab ko'ryapman. Yaxshi, boshladik. Demak, bizga aytayapti, parol qo'ygin deyapti. Keyin generatsiya bosamiz parolni. Davom etamiz. Bepulga qanaqadir virus boshqa ehtiyot bo'lish joylariga, shunaqa hamma joylariga bilmay qolasiz, pul yechib olaveradi. Shuning uchun e'tibor qiling, bepulmi yo'qmi? O'z qaradim, bepul ekan. Mayli, unda bo'lsa ishlataveramiz. Xo'p, demak, ko'ryapsiz, sozlamalar, o'rnatuvlar davom etyapti. Menimcha, hozir videoni pauzaga qo'yib, hammasi yuklanib olgandan keyin qaytaman. Ko'rib turganimizdan keyin taxminan 5 daqiqada boyagi server operatsion tizim o'rnatildi va bizga NFT'ni o'rgatib berdi. Keling, endi uni ko'ramiz va uni ishlatib ko'ramiz. Manage app bosamiz, nima ochilar ekan? NFT tayyor o'rnatilgan. Biz qiladigan ishimiz o'zimizning ma'lumotlarni kiritamiz NFT ishlatish uchun. Va nima deyaptiki, get paid future for free. Activation key'ini olgin deyapti. Activation key'ni o'sha litsenziya kaltini yuboramiz senga deyapti va uni o'zing serveringda ishlataver deyapti. Litsenziyani yubor dedim. Litsenziya yuborgandan keyin qayerga uni qo'shamiz. Keyin litsenziyani birdan qo'shib qo'yamiz. Usage and plan. Unlock paid features for free. Ko'ryapsizmi? O'sha to'lanadigan funksiyonallarni bepul ishlatgin deyapti o'zi. Enter activation key qilamiz. Emailimizga xat keladi. O'sha xatni kaltni olasizda mana shu yerga ko'chirib qo'yasiz. Bo'ldi. NFT sizga bepul o'zini mahsulotini ishlatishga berdi. Qo'yla qanchalar mazza. E'tiborli joyi, agar bir oyga ishlatgan bo'lsangiz, e'tiborli bo'ling, ya'ni kartangizni keng qo'yib pul yechib olmasin. Undan tashqari serveringizga kirib ko'rib tursangiz bo'ladi. Har xil sozlamalar, yordamchi narsalar, ilovalar yangi o'rnatsangiz bo'ladi, backuplar olsangiz bo'ladi. Ancha bor yo'q o'sha $5 oyiga pulga sizga ancha qulaylik beradi bu narsalarni boshqaruvda. Bir daqiqa shu yerda to'xtaylik. Agar tayyorlaydigan video darslarim va bilimlar bilan bo'lishayotgan sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa va buni davomiyligini xohlasalaringiz, sizlardan iltimos 3 ta narsa bo'yicha yordam qiling. Bu birinchisi, bu videoga like qo'yish kerak, ikkinchisi kanalga obuna bo'lish kerak va uchinchisi bironta sharh qoldiring. Masalan, video yo'qdi, zo'r, hokazo, balkim savolingiz bordir. Shunda videoni ko'proq kishi ko'radi, ko'proq kishiga bu video foydali bo'ladi. Rahmat. Keyingi yo'limiz bu o'zimizda kompyuterga NFT'ni o'rnatamiz. Keling, bu haqida ozgina ma'lumot beray, o'zi nima beradi bizga bu? Birinchidan, NFT'ni kompyuteringizga qo'yganingizdan keyin serverga ham pul to'lashingiz shart emas. Faqatgina kompyuteringiz yoniq turadi, internetdan foydalanadi va albatta agar sizda bu avtomatizatsiyalashtirilgan tizimningiz 24 soat ishlashni xohlasangiz, kompyuter hech qachon o'chmasligi kerak. O'z navbatda bu elektr energiyani ishlatadi. Men maslahat beraman, NFTni kompyuterga o'rnatish yo'lini, bu qachon NFTni o'rganayotgan bo'lsangiz, o'zi nima o'zi, balkim qanaqadir lokal kompyuteringizda loyihalar qilib ko'rib, keyin serverga sotib olib, u yerga eksport qilib va joylashtirib olsangiz bo'ladi. Bo'ldi, o'sha osongina hammasi ko'chgan bo'ladi. Birinchi navbatda buni ishlatish uchun Docker degan ilovani olamiz. Docker yuklab olamiz. Docker yuklab olish uchun docker.com web sahifasiga kiramiz va download desktop Docker degan joyi bor. U sizni operatsion tizimingizga bog'liq. Misol uchun menda macOS bo'lgani uchun men macOSga yuklab olganman. Balkim sizda Windowsdir. Yoki umuman Linux ishlatasiz. Menimcha o'zi Linux ishlataganlar menimcha bu darsni ko'rmasa kerak. Sababi ular o'zlari kod yozishda hamma narsa qilishni bilishadi. Xo'p, yaxshi. Menda macOSda demak Dockerim bor menda. Dockerni ochaman. Endi o'zi umuman NFTni o'zini web sahifasiga qanday qilib Docker orqali o'rnatish mumkin? To'liq qo'llanma yozilgan. Bu yerda kerak bo'lsa video darslik ham bor. Keyin shularni ko'rib chiqamiz, nimalar qilishimiz kerak. Birinchi o'rinda ochganingizdan keyin volumes degan joy o'tamizda bitta volume yaratib olamiz. Bu NFT'dan local bo'lsin, misol uchun nomini xohlaganday qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni qanaqadir bir bo'lakcha o'shani ichiga NFT'ni joylashtiramiz. Yaratdik. Endi images qismiga o'tamiz, ya'ni nimani o'zi ichiga o'sha boyagi yaratgan joyimiz ichiga nimani ishga tushiramiz.
Biz NETN deb yozasiz. Yuqorida mana NETN va pul degan tugmani bosasiz. Pul tugmasini bosdingiz, NETN yuklanishni boshladi. Internet tezligiga qarab 1-2 daqiqada NETN yuklanib bo'ladi. NETN yuklab oldik. Endi ishga tushiramiz. Ishga tushirish uchun mana bu tugmani bosamiz va muhim joylardan bir yerga sozlamalar kiritishimiz kerak. Demak, konteyner nomi misol uchun NETN bo'lsin, NETN local bo'lsin deymiz, mayli farqi yo'q. Keyin portda 5678 yozamiz, sababi NETN o'ziga ham yozib qo'yibdi, shu portda ishga tushir deb. Host pass degan joyini kiritamiz. Bu degani NETN o'zi kompyuteringizda ma'lumotlarni qayerda saqlaydi. Bu joyga 3 ta tugmani, 3 ta nuqtani bosamiz. Men oldindan yaratib qo'ygan papkam bor, o'shani tanlayman. Va muhim joylardan bittasi container pass degan joyi bor. Buni uchun NETN joyiga o'tamizda men bu ko'rsatilgan joyini ko'chirib olamiz va shu yerga joylaymiz. Endi bu environment variables degan joyi bu NETN sozlamalar, muhim sozlamalarni ularni kiritishimiz kerak. Demak, birinchisi generic time zone degan joyi bor. NETN ga o'tib joylashtirdik. Undan keyingi sozlamasi TZ degan yozish kerak ekan. Uni ham vaqt yoziladi, ko'rgan time zone. Keyingisini buni ko'chirib olamiz. Buni qo'shamiz va true deb yozish kerak bu yerga. Yana bitta sozlama bor, bu NETN runners enable degan. Buni qo'shdik va bunga ham true bo'ladi. Bo'ldi, mana sozlamalarni kiritdik va run degan tugmani bosamiz. Mana hammasini to'g'ri belgiladik. Run tugmasini belgiladik, bosdik va NETN ishga tushgan bo'lishi kerak. Mana shu havola orqali bosamiz. Marhamat, NETN kompyuteringizga o'rnatildi. Endi boya aytganimdek, noqulay tarafi bu kompyuteringizda har doim yoniq turgan bo'lishi kerak, Docker yongan bo'lishi kerak, internet bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. O'shanda NETN ishlaydi. Lekin bu kompyuterga yana bir kamchiligi bor. Boya yuqorida aytish esimdan chiqdi. Bu NETNni to'liq funksional ishlatish uchun webhook degan qismi bor. Webhook bu xuddi sizda kompyuteringizdagi ma'lumot NETN turibdi. Bu yerdan chetga bilmayman, balki veb-saytingiz bor, qanaqadir joy bor, undan ma'lumot olishingiz kerak bo'ladi. O'zingizning misol web landingizda leadlarni yig'ishingiz kerak. O'shanda men bu yerga mana webhook yaratsangiz, webhookda manziliga e'tibor qiling, localhost 5678. Misol uchun kompyuteringizda localhost 5678 deb yozsangiz, meni NETNni ulanmaysiz. Bu shunchaki mana shu kompyuterdagi manzil. Mana shu kamchiliklardan bittasi NETNda local ishlatish. Lekin buni ham yechimi bor. Hozir videoning davomida qanaqa qilib localdagi turgan o'sha kompyuteringizda turgan manzilni dunyoga ochamiz. Internetga hamma manzilga kira oladigan qilamiz. Buni ham ko'ramiz. Aytgancha, Telegram kanalim borligidan xabaringiz bormi? Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Bu yerda bilimim, tajribam, balkim qanaqadir yangi vakansiyalar paydo bo'lsa joylashtiraman. Umuman olganda qiziq ma'lumotlarni bo'lishib boraman. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Rahmat. Keling endi kompyuterimizga o'rnatgan NETNni internet foydalanuvchilariga ochamiz manzilini. Ya'ni nima demoqchi bo'lyapman? Kompyuteringizda NETN turibdi. Endi misol uchun borib internet kafega borasizmi, boshqa kompyuterdan borasizmi? O'sha kompyuteringizga turgan NETNni ocha olishingiz kerak. Bundan tashqari webhook degan tushunchasi bor. Eng asosiy NETNga kelgan narsalar ma'lumotlarni boshqa servisdan qabul qilinadi. Boya aytganimda veb-sayt bor, veb-sayt forma to'ldirildi. Uni formasidan kelgan ma'lumotni NETNda ichida qanaqadir jarayonlardan o'tib va hokazo yuborish kerak. Lekin sizning kompyuteringizga internetda o'sha ishlatadigan manzil yo'q. Boyagi localhost degan manzil faqat sizning kompyuteringiz ishlaydi, chet internet ishlamaydi. Mana bu narsani bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Internet foydalanuvchilari sizning kompyuteringiz, bular bir-biriga to'g'ri hech qanaqa qo'shimcha ishlarsiz bog'lana olmaydi. Qo'shimcha narsa qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga yordamga ngrok degan servis keladi. Ngrokni bepul versiyasi bizni to'liq qoniqtiradi. Ngrok bu internet foydalanuvchilari, bu yerda sizning kompyuteringiz va o'rtada xuddi ko'prik sifatida vazifani bajaradi. O'zi texnik tilda adashmasam, men o'zim bu narsani uzoqroqman, tunnel yaratadi. O'sha tunnel orqali bir-birini ikkalasini bog'laydi. Keling, Dockerga qaytamizda qanaqa sozlamalar qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, Dockerga e'tibor qilsangiz, konteyner qismiga o'tsangiz, mana bu yerda bizda ishlab turgan NETNimiz bor. Mana buni ishlab ochamiz. Marhamat. NETN o'sha local kompyuterda Snow tariqasida bitta flow yaratdim, ishlamaydigan ko'rish uchun va barcha ma'lumotlar bo'yi belgilangan papkamizda joylashgan. Endi manzil localhost. Bu localhost internetdan ishlatib bo'lmaydi. Nima qilamiz? Bizga ngrok degan servis kerak bo'ladi.
ngrokka kiramiz. Login yoki siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Menda akkauntim bo'lganligi uchun qaytadan ro'yxatdan o'tishim shart emas. Endi muhim joylarining bittasi mana shu joyda setup installation degan joyi bor. Sizda operatsion tizimingizga qarab, Windows bo'ladi, MacOS bo'ladi, Linux bo'ladi, hokazo qarab o'sha ngrok o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Menda MacOS, men misol uchun olamanda mana shu joyini terminalda yozsam, terminalni ochib va men bu yerda qo'shimcha avtorizatsiya qilaman, o'sha kompyuterimni ngrokni bog'layman, bo'ldi, ngrok menda ishlab ketadi. Yo'qida mana buni yuklab olaman, yuklab olgan arxivda ichga tushirsam bo'ldi. Ya'ni o'ta darajada oson, o'ta daraja oson. Endi mana bu kalit, buni hamma bilish kerak emas. Endi hozir videoda tushirib turibman, keyin uni o'chirib tashlayman. Bu sizning kompyuteringiz bilan ngrokni birga ulaydi. Keling qilamiz. Demak, men kompyuterim yuklangan, yuklab bo'lingan ngrok. Endi buni ishga tushiramiz ngrokni. Demak, mana shuni ko'chirib olaman. Keyin terminalni ochaman yangi. Shunchaki shuni olib qo'shdim. Mana shu joyga saqlandi deb aytdim. Bo'ldi, yetarlicha. Endi keyingisi. Demak, chap tarafga domain degan joyga kiramiz. Mana bu yerda agar sizda mana shu yaratilmagan bo'lsa domain, new domain deysizda va manzil beradi sizga. Ngrok internet manzil beradi sizga. Manzilni olasizda, qaytdik. Manzilda biz qiladigan ishimiz, hozir manzilni eslab qolishimiz kerak, hozir ishlatamiz. Manzil mana shu joyda paydo bo'ladi, mana shu narsani ishlatamiz. Endi keling Dockerga qaytamiz. Dockerga qaytamiz. Dockerga qaytgandan keyin mana bu hozir localda ishlab turgan konteynerni o'chirib tashlaymiz. Xavotirlanmang, saqlagan ma'lumotlar hammasi joyida turadi. Keling buni to'xtatamiz va bu narsani o'chirib tashlaymiz. Endi ishga tushiramiz, ko'chirib olamiz uni. U bizda ko'chirilgan. Ishga tushiramiz. Kiritamiz ma'lumotlar, konteyner nomini keling ngrok deymiz. Port raqami bu ngrok bilan kompyuterimizni ulash uchun port raqami yozishimiz kerak bo'ladi. Keling bu video uchun 3.5, 2.7 yozaylik. Ma'lumotlarni qayerga saqlaymiz? Boya ko'rsatgan ma'lumotlarimiz, boya bizni yaratgan diagrammamiz ham sinov uchun o'sha papkaning ichida turibdi. Mana bu joyda konteynerga demak biz o'zini n8da bergan qo'llanmasidan olamiz. Endi keling sozlamalarni kiritamiz. Bir nechta sozlamalar uchun joy yaratamiz. Men bu yerga tayyor yaratib qo'ydim. Demak, vaqt bu joyga ham shuni qo'yamiz. Bu joyga tz yozilar ekan. Ikkinchi nimamiz. Endi n8 editor base URL. Mana shu muhim joylardan bittasi. Bu yerga ngrok bergan manzilni biz joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Ngrok berdi bizga. Mana shu manzilni oldik, ochdik, qo'ydik. Marhamat, o'sha manzilda. Keyingi ishimiz mana bu joyini belgilaymiz, true qilib, keyingimiz runners ishlatamiz deyapti, true qilamiz. Webhook muhim webhook URLga xuddi ngrok bergan manzilni kiritamiz. Qo'shimcha oxirgisi bu esingizda agar operativ xotirani o'rniga o'sha SSD yoki HDDga ma'lumotlar ishlatish. Bo'ldi, hamma narsani kiritdik. Run qilamiz. Boshlandi. Ishga tushdi deb. Endi kirib ko'ramiz. Albatta hech narsa yo'q. Sababi endi ngrokni ulashimiz kerak bir-biriga terminalda kod yozib. Buning uchun nima qilamiz? Ngrok komandasi bor. Boyaga port raqamlarini ulashimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Domain qismiga o'tamiz. Mana bu yerga ko'rsangiz va bu yerga start endpoint degan tugmachani bosamiz. Mana bu manzilni bergan sizga. Manzilni ko'chiramiz. Manzilni ko'chirdik, terminalga o'tamiz, qo'shdik. Enter bosish shoshilmang. Bu manzilda 80 degan port turibdi. Biz uni Dockerga qo'ygan portimizga ulaymiz. Dockerga biz SSID'ga n8 ni qo'yish vaqtida 3.5, 1.2.3, 2.7 qo'ydik. Ishga tushiramiz. Marhamat, ngrok ishga tushdi. Sinab ko'ramiz ishlaydimi yo'qmi. Demak, ngrokni manzilini ko'chiramiz. Mana bu manzil. Keling qo'shib ko'ramiz. Visit site. Hozir to'liq internetdan turgan manzil bo'yicha kompyuterim ulanib ochilyapti. Keyin kirib ko'ramiz.
Kendiroq hozir kompyuterimga ulandi. Mana sinov degan nima turibdi. Bo'ldi. Ishimiz hal. Shuna qilib kompyuterimiz manzili endi internetda ham ko'rinadi. Shuna qilib kompyuteringiz yoniq tursa, har doim mana shu ngrok bergan manzil bo'yicha kirasiz va siz kompyuteringizda ulangan o'sha bepul o'rnatilgan NATN ni ishlatasiz. Keling endi NATN ni bepul serverda joylashtiramiz. SSIS agar oldin $4-5 server bor edi, endi bepul server ham bor. Lekin albatta kamchiligi bor, juda ham kichik loyiha, undan tashqari bir joylari bor. U sozlamalarni kiritishimiz kerak bu NATN har doim ishlab turish uchun. Render.com ga kiramiz. Oldin ham bu narsani ishlatgan edik. Biz local saytlarimizda yuklash uchun ro'yxatdan o'tasiz, dashboard qismiga o'tasiz. Dashboard qismiga o'tganingizdan keyin mana bu yerga add new ni bosasiz va web service tanlaysiz. Web service tanlagandan keyin bu yerda qayerdan nimani olishim kerak, NATN ni qayerdan yuklab olishni ko'rsatamiz. Biz existing image qilamiz va existing image ga Dockerdan NATN ni bizga manzili kerak. Dockerga kiramiz. Docker NATN deymiz. Docker nima bu yerda manzili bor. Manzilni ko'chirib olamiz, NATN ga qo'yamiz. Shunday qo'yganimni bilaman, shu manzilni birdaniga o'zi ko'rsatyapti, hammasi joyida deyapti. Bo'ldi, connect tugmasini bosamiz. So'rayapti NATN nima deb nomlab qo'yamiz? NATN render deb qo'yaylik. Loyihalarimiz shu turaversin. Environmentimiz yaxshi bepul tarifda bo'lsin. Va muhim joylardan bittasi mana bu yerga environment variables qo'shaylik. Oldin bizda sozlamalar bor edi va buni qisman qo'shamiz. Bizda asosiy bu vaqtdan bog'lig'i bor. Vaqtdan bog'liq joyiga o'sha O'zbekiston vaqti ko'rsatsin. Bu yerga yozish kerak va qo'yishimiz kerak. Menimcha bo'ldi. Qolgan joylarni kiritmaymiz. Shu bilan deploy web service degan tugmani bossak bo'ldi. Hech qanday pul to'lamaymiz. Va muhim joylari bittasi, menimcha keyin yozuv chiqadi. Keyin ko'ramiz uni. Bo'ldi, deploy knopkasini bosdik. Kutamiz. Boshlandi ko'chirish ma'lumotlarini. Bo'ldi. Bizni NATNimiz render.com serverida o'rnatildi. Mana ko'ryapmiz, bu yerda live degan paydo bo'ldi, deploy bo'ldi hammasi. Endi manzilni ochib ko'ramiz. Manzilni ochamiz. Va ko'ryapmizki, bo'ldi, NATN o'rnatildi. Keling, bu NATNni ochib ko'ramiz. Keyin bironta email yozamiz. Kirdik, kiryapmiz to'g'ri. Ichkarisiga sekin ishlaydi, albatta bu bepul server. Nima talab qilamiz? Buni get started va skip qilamiz. Bo'ldi, NATN ishlab turibdi. Endi o'ylaysizki, NATN mana shu manzil bo'yicha har doim turaveradi deb o'ylaysiz. To'g'ri, mana shu manzil bo'ladi, lekin muhim joylari bor. Masala shundaki, render.com bergan manzilga taxminan 10-15 daqiqa hech kim murojaat qilmasa, o'shanda render.com o'zining resurslarini tejash uchun sizni serveringizni o'chirib qo'yadi. Manzil ishlayveradi, lekin server ishlamaydi. Bu nima degani? Agar 10-15 daqiqadan keyin mana shu manzilga kirsangiz, mana hozir ekran ko'rib turganda yozuv, xuddi serverda qaytadan ishga tushiryapman, kutib tur degan yozuvlar paydo bo'ladi. Va server ishga tushish uchun taxminan 5 daqiqa, balki 3 daqiqa, 4 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Lekin sizda ishingiz yonib turgan vaqt kutishga imkoniyatingiz yo'q-ku. Demak, bizga shunaqa narsa kerakki, avtomatik ravishda har 10 daqiqada render.com manziliga o'sha robot borib tursin, bizni serverimizda uxlab qolish yo'lini oldini olish kerak bo'ladi. Sun'iy ravishda NATN ga ulanaveramiz o'sha manzilga. Uning uchun biz cron-job.org veb sahifasiga kiramiz. Buni ishi menda bor manzil, ro'yxatdan o'tasiz albatta. Ro'yxatdan o'tgandan keyin cron jobs degan chap tarafda joy tanlaysiz va bu yerda create cron job tanlaysiz. Manzilni kiritamiz, masalan render NATN deb yozamiz. Manzilimizni olamiz. NATN bergan manzil, bizga NATN bergan manzil mana bu yerda edi. Ko'chirdik va bu yerga qo'yamiz. Endi aytamizki, har 5 daqiqada mana shu manzilga ulanib tur deymiz. Bo'ldi, yaratamiz. Tekshirib ko'rsagan bo'ladi. Endi tekshiramiz. Bo'ldi, hammasi ishlanyapti. 200 javob keldi. Hammasi joyida. Create qilamiz. Bo'ldi, bu bepul servis har 5 daqiqaga NATN ga ulanib turadi.
va oqibatda boyagi inetda qo'yganimiz undan oqibatda uxlab qolmaydi. Render o'chirmaydi serverda, aytadi, "Ha, bu yerda kimdir ishlatyapti, uni o'chirmashim kerak" deydi. Shunaqa yo'l bilan NetN'ni serverda bepul ishlatish yo'li ham bor. Xulosa qiladigan bo'lsak, qaysi yo'l to'g'ri? Serverga o'rnatishmi, lokalda ishlatishmi yoki boyagi rendermi? Hammasi sizning loyihangizga bog'liq. Aytganimdek, kompyuterda ishlating bu, o'zingizda qanaqadir loyihalar sinamoqchi bo'lsangiz, yoki o'rganmoqchi bo'lsangiz, server sotib olib $4-5 ga ishlating, bu qachonki mijozlaringiz bor, mijozlar ishini avtomatizatsiyalashtirish kerak bo'lsa, render.com esa bu o'rtasi, xuddi o'zingizning loyihangizni avtomatizatsiyalashtirish uchun, lekin katta resurs talab qilmasa, o'shanda render.com da ishlatsangiz bo'ladi. Shunaqa do'stlarim, darslarim yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lish, har doimgidek keyingi darslarda ko'rishguncha. Xayr.